O'zbekiston Respublikasi Prezidenti zimmasiga yuklangan vazifalarni vijdonan bajarishga tantanali qasamyod qilaman. U O'zbekiston tarixida burilish yasagan insonlardan biri. Kimdir uni kuchli islohotchi deb ataydi, kimdir esa Karimov yo'lini davom ettiruvchi sifatida ko'radi. Shavkat Miromonovich Mirziyoyev Toshkent delegatsiya institutida ilmiy xodim, dotsent, dekan o'rinbosari, Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumani hokimi, Samarqand viloyati hokimi, Jizzax viloyati hokimi, O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri, O'zbekiston Respublikasi prezidenti. 1957-yil 24-iyul Jizzax viloyatida tug'ilgan Mirziyoyev Toshkent delegatsiya institutini tamomlagan. Uzoq yillar Samarqand viloyatini boshqargan. Keyinchalik 13 yil davomida bosh vazir bo'lib ishlagan va Karimovning ishonchli odami bo'lgan. 2016-yilda Karimov vafotidan so'ng O'zbekiston yangi yo'lga kirdi. Mirziyoyev prezident bo'ldi va mamlakatda islohotlar boshlandi. U yillar davomida iqtisodiyotni liberallashtirdi, tashqi siyosatda ochiqlik siyosatini boshladi va qo'shni davlatlar bilan munosabatlarni yaxshiladi. Lekin tanqidchilar uni Karimov tizimini deyarli o'zgartirmaganlikda aybladi. Hukumatdagi kuchli nazorat saqlanib qolgan. Ko'pchilik esa uning islohotlarini olqishlaydi. Haqiqat shuki, u O'zbekiston tarixidagi eng faol islohotchilardan biri bo'lib qoldi. Lekin bu islohotlar mamlakatni qayerga olib boradi? Bu savolga vaqt javob beradi. Siz nima deb o'ylaysiz? Mirziyoyev haqiqiy islohotchi yoki shunchaki davomchi? Izohlarda fikringizni yozib qoldiring.